Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. Men yana bir marta Rashid akamning oldilariga kelyapman. Ko'p menga savol kelib tushishi Amerika Izraeldan. Rashid aka, ipotekani plyus tarafini ayting, rassrochkani plyus tarafini ayting. Ipotekani minus tarafi, rassrochkani minus tarafini ayting. Bu ipotekani ham, rassrochka ham ikkalasidan plyus minusi bor. Xo'sh, Ipotekani plyusi ko'proq. Nimagaki ipoteka mana bu bitta pasport evaziga mana bu ko'chirma degan narsa bor. xo'sh, Kadastrda. xo'sh. Odamni o'ziga oforin bo'ladi. Birdan nomiga oforin bo'ladi. Rassrochkada bunaqa narsa yo'q lekin. Rassrochkada masalan pul polni to'lagandan keyin bo'ladi bu narsa, oforming. Qachon bo'ladi u? U odam tirikmi, o'likmi bilmaymiz. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Garantiyasi yo'q. Rassrochkaga hech kim garantiya bera olmaydi. Lekin ipotekada hamma narsa qonuniy bo'ladi. Короче, ipotekaga sразу kelgan zavodi 2 kun 3 kunda mana shu pasportda oformit bo'ladi. Rassrochkaga ham oformit bo'ladi, lekin baribir minusi menimcha ko'proqmi deyman-da. Rassrochkaning minusi ko'proq nimagaki u oxirgacha to'lab bo'lgandan keyin oforin bo'ladi. Keyin uni hech kim hech narsa deya olmaydi u narsaga. Keyin rassrochka ham baribir o'z narxida berilmaydi. Uni ustiga qo'yib keyin beriladi. Odamlar rassrochka arzonroq deb o'ylashadi-da. Rassrochka arzon degan narsa yo'q. Unaqa hamma narsani o'zining xarajati bor. Uni ustiga ham baribir qo'yilib keyin gapiriladi. Rahmat sizga. Ko'p bizlarni mana shu videoni ko'rib turayotgan, yangi dom qurayotgan akalar, bizlar hech kimga adovatimiz yo'q, lekin bizlar xolisona mana shu bizlardan maslahat so'rayotgan ko'plar Izrael, Amerika chetda yurganlar, musofirlar o'sha yerga borib, bu yerga kelguncha bir uyli bo'lib qolaman dedi-da. Shu uyli bo'lish uchun mashaqqati bor. O'sha uchun mana shu akamning oldilariga kelsalaringiz, men nomer qoldiraman, siz bemalol aloqaga chiqasiz. Siz uy olmoqchimisiz, kelasiz, akam to'g'risini sizga tushuntirib beradi. Rassrochkani plyus minus tarafi, ipotekani plyus tarafi. Lekin menimcha hozir ipotekaga birdan nomiga oformit bo'ladi, uni hech kim qo'lidan tortib ola olmaydi menimcha. Tushundim. Bo'ldi, tushundim. Rahmat sizga. Xudo xolasa biron narsa yana podpischilardan biron so'rovnoma kelsa, oldingizga kelaman. Aka xizmat ko'rsatishdan charchamaymiz. Rahmat sizga.